iltimos. Kim bor? Iltimos qaranglar, bolam ahvoli istimasi baland. Nima baqir-chaqir, tinchlikmi? Baytasilardan boshqa kasallar ham bor. To'lov oldindan to'lov qilmasangiz bolani qabul qila olmayman. Iltimos, bolamga qarang, hozir yonimda pulim ham yo'q edi. Telefoni yoki pasportini bersam bo'lmaydimi? Yo'q, bizda to'lov oldindan qabul qilinadi. Ey Xudo, meni kechir. Bu ishlarning hammasiga o'zim aybdorman. Bolajonim, sen kechir meni. Kambag'alga oson emas ekan. Chorasizga juda qiyin ekan. Nima baqir-chaqir ko'chadi? Kechiraymi? Nima baqir-chaqir, nima qilyapsiz? Qaramaysizlar bolaga. To'lov qilinglar desam, to'lovga pullari yo'q ekan. Telefonimni nima bola olib keling bolani. Biz inson qadri pul bilan o'lchamaydi. Ol bolani. Aka, siqilmang, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ishga beradigan singlim. Ukajon, agar kechira olsangiz, meni nodoni kechiring. Menga Allohdan qaytdi. Uni ustiga singlim hayoti ham o'xshamadi. Boylik ko'zlarimni ko'r qilgan ekan. Kechirimni mendan emas, Allohdan so'rang. Inson qadri pul bilan o'lchanmaydi. Bu hayotda boylik insonlarni kamsitish uchun emas, sinov uchun berilgan. Harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim. Ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim